Yo, what's up nigger? Bolla, hashtag anomal sovuqning ikkinchi qismini davom ettiramiz. Bolla, uje ko'chada sovuq hali ham, endi biza uyning ichida ko'zni qisib o'tiramiz. Biza qilmagan ishlarimiz hali juda ko'p. Mana bu nima uchun bu yerda turibdi? What? Mana shu yerni ham to'g'rilab yuborishimiz kerak. Xo'sh, mana chotka. Agarda yanada ko'proq zo'r kontentlar chiqishini xohlasangiz, shu videomizga bittagina like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar, sizlarga ishonaman, bittagina like jalka emas. Agarda yangi video chiqishini xohlasangiz, qizil belgidagi obuna tugmachasini bosib qo'ying. Xo'p, bolla, biza qilayotgan ishimiz juda ko'p. Chunki mana bu yerda hali biza qilmagan mebellarimiz ham bor. Va biza bu uyni qilib bo'ldik. Ya'ni bu uy tayyor bo'lib, bu uyga boshqa narsa qo'shgim kelmayapti. Mana bularni ham olib chiqsak, ekinlarimizni. Voy, mana bu yerda ekin ham. Okey, mana. Qarashday bo'ldi. Bu yerga endi men hech qanaqa xona, mana bu yerda xona yoki boshqa joyda xona qo'shmoqchi emasman. Bu yer ham juda ko'ylyoqki, mana o'sha ovqatlarimiz ham bor ekan ko'mirlar bilan. Bu yerda bitta o'roq bor ekan. Bu yer ham tako'ylyoq turibdi. Qarashday endi biza men boshqa joydan uy qurmoqchiman. O'sha hali ham qor. Qarashday mana bu daraxtni yorib taylaymiz-da. Mana shu yerda bitta tako'ylyoqki o'tirish joy qilib qo'yamiz. Kerak stansiyalar sandiqqa solib qo'yamiz. O'sha tomog'imga nimadir bo'libdi, juda og'ribdimi deyman tomog'im. Tomog'imga e'tibor bermaysizlar, buning uchun uzr so'rayman. Qaychiya solishimiz kerak, yo bo'lmagan o'zi qaychi yo'q. Temirimiz ko'p, bitta qaychi yassam o'zimga ham foyda bo'ladi. Endi hammasini olib chiqamiz. Let's go. O'sha barcha kerak narsalar solib qo'yishim kerak. Sandiq ham bittalik mana bu oldida. Shuncha narsa turibdi hali. Ishni boshlaymiz. Stop. Sandiqda taxta ko'rgandim. Wow, 48 ta taxta. Aytganday bo'lay, men yana bitta mod qo'shganim, ya'ni tako'ylyoqki daraxtlarni zo'r qilib beradigan, o'sha atmosfera qo'shayotgan mod. Biz olamiz bu yerni. Stop. Mana bu yerda o'sha tako'ylyoqki joy bor ekan. Shu yerga yo'lab boraman, lekin mana buni yarmi qani. Mana bu yerdan bitta taxta olib kelamiz-da, mana bu taxtani olamiz-da. Yo, what the? Qo'lim qiyshiq. Mana chotka. Bu yerlarni olib chiqamiz. Mana shu yerga bitta pastlik, bizda mana o'sha 3 ta zinamiz bor ekan. Mana. Bu yerga bunday qilib qo'yamiz. Reshotkamiz ham bor ekan. Oldin juda ko'p ijivaniya qilganmanmi deyman bu kartaga. Okey, o'sha barcha kerakli narsalarimiz bor. Xo'sh. Mana. Yo, what? Qo'lim qiyshiq. Uyga kerakli joymi bu yer? Ya, kerak ekan bu yer. Bu yerni qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana bu daraxtni ham olishimizga to'g'ri keladi. Lekin tako'ylyoqki soya bag'ishlayotgandi. Yerni ham taxta qilib chiqaman menimcha. Kech bo'lyaptimi? Uyga uxlab turmasa bo'lmaydi. Uxlash kerak. Qanaqa qilardi? Mana. Bu nolimiz bu. Uxlab olamiz. Agarda bu ishimiz ham qolib ketsa, balkim bu seriya final bo'lmas. Ya'ni 5-qism ham chiqar. Balkim final bo'lishi ham mumkindir. Uje lapatkamiz qolma. Temirimizni qan, temir. Aman. Bitta lapatka yasab kelamiz. Undan oldin biz mana shu yerni pol qilib qo'yamiz. Taxtali pol. Bu yerni ham. Bu yerni tako'ylyoqki joy qilib qo'yamiz. Mana. Buni olamiz. Mana chotka. Mana uje chotka bo'lyapti. Ana bu yerga kirib ketish joyi bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerni ham taxta qilib chiqsak. Biza nimaga kirdim? O'zim lapatka yasash kirdim, yana chiqib keldim. Let's go, lapatka. Bo'la, albatta videoga like bosib qo'yinglar degan umiddaman. Stop. Mana shu yerni ikkitali o'tish yo'li qilsak-chi. Bittaga odam siqilib ketgandan ko'ra ikkitali joy qilamiz mana shu yer. Bu yerni yopib taylaymiz. Mana. Bu yerni ham yopib taylaymiz. Qo'lim qiyshiq bu. Pol qilamiz. Mana chotka. Miyamga ayquyim. Bu yerni ham taxta qilib chiqamiz. Chotka. O'zi biz o'tinchilikka boramiz, o'sha o'tin qolma. Bu qanaqa joy desanglar, obunachilar, bu o'sha qanaqadir chiroyliroq joy qilmoqchiman o'tirish uchun. Mana bu yerga stol qo'yaman. Shu qor yog'yapti mana bu yerda. Chotka, taxtamiz qolma. Ikkita reshotka. Reshotkani ham nimadirga ishlatsak bo'ladi. Biz reshotkani ham xo'sh. Ikkita reshotkamiz bor. Qarashday, senga bitta dahshat ishim bor, ortimda yur, sen ko'staman. Okey, xo'p. Kelyapsanmi? Mayli, kelaver, dahshat ish. Qarashday, eng zo'r ishlardan biri, senga oylik ham to'layman, ortimda yur. Xo'sh. Kelaymi? Mana shu yerda meni videoga o'tirasan. Qarashday, videoni ko'ra olishim mumkin, ya'ni video kamerani ko'ra olishim mumkin. Qaniyatda nig'mi? Olasanmi? O'da boshla olishni, xo'p. Okey, yaxshi ko'rinaman. Mayli, go boshla. Qarochda obunachilar, Apex Gamer o'z kanaliga obuna bo'lib qo'yishlarini iltimos qilib qolar edim. Agar obuna bo'lish tugmasini bilmasanglar, mana bu yerda obuna bo'lish tugmasi bor. Hozirda ularning 870 ta obunachisi bor. Kelinglar, biz ularga 1000 ta obunachi qilishga yordam beramiz. Qani bizlarning haqiqiy obunachilarimiz o'tar ekanmi? Men kuzatib turaman, 1000 ta obunachi bo'larmikanmi, bo'lmas ekanmi? Aytganday, kanalni qayerdan topamiz deysizlarmi? Kanal opisiyaniyada va kommentda bo'ladi. Albatta, o'tib obuna bo'lib qo'yishlarini iltimos qilib qolar edim. Albatta,
Kommentga ham kirib Hakerda salom deb yozib qoldiringlar. Men ko'raman qani kimlar o'tganini. Albatta eng sodiq obunachilarimdan birisizlar. Korоче, men ketishim kerak, devordan ketaman. Bu xayr ketishim kerak. Go. Sko biza tilanchilik qilib taxta olib kelamiz. Wow, mana bu narsa. Boshqa joydan taxta olib kelamiz, mana shu yerdan. O'tinni qaranglar, dumaloqligini. Go, qancha bo'ldi bu taxtamiz? 2 ta ko'rmishdi o'tdi. Xo'p, bu yerni ham tako'yloq qilib qo'yamiz. Bu yerni buzib, bu yerga ham o'tirish joyi yoki nimadir qilib qo'yaman. Agar nimadir qurish kerak bo'lsa, ya'ni final qilmoqchi bo'lsam yoki final qilmasligim mumkin. Keyingi qismda nima qurishimizni ham yozib qoldiringlar. Chunki menga idea qolman o'sha bu joylarga. Bu yerni katta joy qilaman-da, o'tirish joy qilaveraman bu yerni. Ha, bu daraxtni buzib qo'yamiz ham. Lekin buzib qo'ylasak, shunday chiroyli soya joyda buzgan bo'lamiz. Shuning uchun biz boshqa joydan bitta men idea kelgan bitta taxta mana shu taxtani olamiz. Go, endi mana bu tagiga ham qo'yamiz bitta taxta. Bu uyimiz ko'rinib qolagan. Mana cho'tka. Butunlay olib taylamoqchiman bu yerni. Uyimiz ko'rinib qolagan. Maqsam bo'ladi. Stop, uyning ichidan ko'raychi. Xo'p, teshik, nereal. Короче, mana shu tepaga bo'laversin daraxtimiz ham. Ikkovini olib taylaymiz, daraxtni tepaga qilib qo'yamiz mana cho'tka. Let's go. Uyni olib taylaymiz. Xo'sh, mana kirib kelish yo'li. Fakil. Mana shu yerga o'rnatursak ham qancha fakil bor bizga endi? Sandiqda fakil bor. Fakil yo'q, 16 ta fakil yetsa kerak. Go, bu yerga bitta fakil. Mana bu yerni ham tako'yloq qilib qo'yishimiz kerak. Qanday xunuk. Mana cho'tka. Okey. Yo'q, qo'lim qiyshiq. Mana cho'tka bu yerni olib taylasak ham va bu yerni mana bunday qilib qo'yamiz. Yemayapti endi. Mana bunday taxta olib kelishimiz kerak. Go. Cho'tka. Mana cho'tka. Menimcha yeydi. Yo'q, yema, qaranglar. Ana endi yeydi. Okey, let's go. Bu yerdan uncha normal ko'rmagan-u, lekin mana bu yerdan qaranglar. Yem-yaku. Bu yerim cho'tka. Mana bu yerni realna. Bu yerni olib taylaymiz. Qaranglar bo'ladi. Masalan, bu yerni olib taylaymiz-da, sal boramiz-da. Mana cho'tka bo'ladi, yetaman shu. Kirib boradi. Mana bu yerni to'tirib tush uchun bunday qilib qo'yamiz. Go, bittagina mana bu kerak. Let's go. Va biz mana bu taxtani yoramiz-da, ustiga buni qo'yib qo'yamiz. Mana cho'tka bolalar. O'sha mana bu bilan yopgan qolay ustini. Cho'tka bo'lib qolay endi. Mana buni turishini qaranglar bo'ldi, cho'tka. Mana bu yerga qaranglar bo'ldi. Bu yerdan zombilar kirishi mumkin. Shuning uchun ertaga buni yo'q deymiz. Hozir uxlash kerak. Let's go. O'sha o'ylaganimdek bo'lyapti emas. Xayrli tong, ishimga rivoj bersin. Go boshladik bo'ldi. Xo'sh, ovozim qaytib qoldimi? What? Ovozim qaytib qoldi boya, eski ovozim. Yo'q, hali ham qaytgan yo'q. Mayli. Xo'sh, o'sha tomog'im og'rigan ekan. Mayli, ya'ni tomog'imni sozladim. Texnik nosozlik edi rostdan ham. Qaranglar bo'ldi. Mana shu yerni ham kattaroq joy qilib qo'yamiz, Ya'ni devor mana shu yergacha bo'ladi mana. Rostdan ham kichik joy bo'lib qolyapti. Buni buzib taylasak, o'sha ikkinchi joyimizga kelib qolyapti. Go, bu yerga ikamiz, buni qilamiz. Bu yer turaversin. Bizda uruq qani? Mana uruq ham bo'lgan. O'sha yerni o'zida 6 ta uruq. Let's go. Xo'sh, yana qayer? Bu yer ham o'sha cho'tka bo'ldi. Uroq qo'yib qo'yish kerak joyiga. Mayli, gaplashamiz bolalar, o'sib turinglar. Let's go. Xo'p, bu yerni ham tako'yloq qilib qo'ysak. Mana bu yerga taxt o'rnatamiz. Mana bu yerni o'z yopib taylasam, o'sh nerealni mana bu ko'rmay qoladi. Tipa yopib taylashimiz kerak biza. Obunachilar tez gapirib o'taman, zeriktirib qo'ymaslik uchun bitta o'yin chiqdi, agar bilsanglar, Grand Mobile degan. Qarashday bolalar, u o'yinni sketchat qilib olmasanglar bo'lmaydi, chunki u o'yin telefonda GTA 5 o'yini versiyasi. Bolalar, shu videoning tagida, ya'ni opisiyaniyada qanaqa sketchat qilib olish videosi bor. Video tagidagi ko'k havola orqali hech qiyinchiliksiz sketchat qilib olsangiz bo'ladi. Siz o'yinga kirganingizda u yerda xohlagan mashinangizni, o'zingiz tasavvur qilgan mashinangizni, Matiz, Nexia, Damas xohlagan mashinangizni minishingiz mumkin va xohlagan eng zo'r uylarni olishingiz mumkin. Hattoki do'stlaringiz bilan onlayn o'ynashingiz ham mumkin. Lekin sizlar hozir kirganingizda hech qanaqa pulingiz yoki uyingiz bo'lmaydi. Shuning uchun men sizlarga bitta dahshat syurpriz tayyorlab qo'ydim. Birinchi kirganingizda promo kod degan joyga kirib, hacker promo kodini tersanglar, 30 ming so'm pulga ega bo'lasizlar. 7 kunlik VIP va Mercedes-Benz gelik avtomobilini sizlarga syurpriz qilib qo'yganman. Xo'p, mana pastni ham biza aniq qilishimiz kerak. Kafil, taxtalik kafil. Yo'q. Polni tosh qilamiz. Let's go. Ana bu yerni buzib taylaymiz-da. Mana shu yerdan uje tugadi joyimiz. Mana. Okey. Mana cho'tka. Bu yerga chiqib qilamiz. Mana shu yerni tako'yloq yo'q qo'yamiz. Mana. Let's go. Okey. Mana cho'tka. Mana.
Bu yog'ini tosh bilan o'pib qo'yamiz, surib qoladi. Okey. Stop, men bu yerdan tushishim kerak. Mana. Bu taxtalar olib kelaymiz, Wow! Negativlar buni teshigi deb o'ylash, Bu yerdan o'zi zombilar kirib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerdan olib kelaymiz, Xo'sh. Mana bu yerdan olib chiqishim kerak. O'sha nerealni bunday turmaslik kerak. Bu yerdan nima qilishim kerak? Qaranglar, bolalar, buni olib kelaymiz. O'tirgich bu yerda bo'lmaydi. Mana bunday qilamiz. O'tirgich mana bu yerda bo'ladi. Mana bu yerga verstak o'rnatib qo'yamiz yana bitta. Faqat verstak uchun uyga borayotmaymiz-da. Stop, bu yerdan uyga yo'l ochsak-chi, Bu yer qayerga olib boryapti? Mana chotka o'zi. Mana shu yerdan yo'l ochsak-chi. Xo'p, mana bu yerda bitta zina bo'ladi. Chiqib kirish uchun. Mana bu yerda, mana bu kirish joyi bo'lmay qolyapti mana bu yerga. Nima bu tomni mana chotka bo'ldi mana o'zi. Men o'ylaganda hammasi. Bu yerga bitta fakel, ozgina tepaga chiqamiz, yotgan qo'yamiz. Pastga tushamiz va buni buzib tashlaymiz. Qalay chiqdi? Surma. Bizda ikkita reshotka qoldi. Chunki men hisobini olganman mana bu yerga qo'yish uchun. Mana. Chotka. Yo, what's up bro, man? Mana bu yerda ham bittagina reshotka kerak ekan. Demak, men hali hisob olmaganman, chunki mana bu yerga bitta reshotka kerak. Bu yerga bitta reshotka va nihoyat bizlarning chiroyli maskanimiz o'shda yo'q. Men ham juda yo'qdi. Mana o'sh tepada barglar tushib turadi. Takoyliyo'q bu. What the menda bitta bordi. Okey, mana. Ne kirganda mana bu yerda ko'yli yo'q turadi, barglar tushib. Mana bu yerga ham kirsa, wow deyora odam. Mana bu yerda o'sha atmosfera ko'rinib turadi. Asta tom bo'lib ketgan mana bu yer. Wow, o'zimga ham yoqib ketyapti. Prosta mana bu yerga ham ikkita sandiq turishi kerak. Shuning uchun biz ikkita sandiq yasamizda bu yerga qo'yib qo'yamiz, lekin oddiy sandiq emas. Sandiq emas. O'tish joyi. Bizga demak oddiy taxta daraxtni o'zi kerak. Let's go. Daraxt ochsa yo'lga chiqdi. Go ketdik. Xo'sh, mana o'sha bizlarning maskanimiz prosta bu yerda zombilar kirib kelsachi bu yerga. Ya'ni mana bu yerga kirib, uyimiz ochiq turibdi mana bu yerda. Shuning uchun mana o'sha yerga eshik qo'yamiz. Nima bu kelyapman? Mana bu yerdan versak bok. Aytgandim, skameyka qilmoqchi edik. Mana. Okey. Let's go. Mana bu yerda ikkita skameyka turadi. Mana buni olib kelaymiz. Bu yerga bitta fakel. Mana bundan yana bitta kerak ekan, mana bu yerga qurib qo'yardim. Stop. Adam, IQ ishlasa ham zo'rda odam. Let's go. Okey. O'zini eshitib mazza qilayoraman buni. Lekin zombi kelishdan qo'rqaman, chunki bu yerga yursam mazada. Shuning uchun zombini qanaqa himoyalasak bo'ladi. What? Agar creeper kelib qolsa, o'llar. Nima qilish kerak? Qani, creeper qani? Mayli. Tezroq qilib taylasam, qo'lim qiyshiq, shu paytda ham qo'lim qiyshiqligib qolaman. Qani, creeper yaqinlashmayapti. What? Ko'rinmayapti creeper. Mana, let's go. Mana o'sha ham normalli. Mana bu yerdan chiqsa bo'lmaydi. Okey, bu yerdan chiqsa bo'lmaydi. Bu yerga ham o'sha nimada qo'yib, o'sha bitta reshotkamiz bor ekan. Shu yerga ham qo'yib qo'ysak, o'sha normalli. Mana bo'ldi, chotka. Lekin stop. IQ ishlab qolgan zombi bunaqa kira olmaydi. Okey, zo'r. Mana chotka. Ina eshitmada xavotir olmasam bo'ladi. Men kiraman uycha. Mana bu yerda o'zi mana shu yer juda yo'q. Oddiygina boshlagandik o'zi, boya boshlagandik. Ko'rib turganingizda juda ko'l yo'q. Hammang xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu videoga like bosinglar, granat mobil yuklab olinglar, promokodim teringlar.